Rossiya hukumati O'zbekiston davlatidan kechirim so'rashi kerakmi? Yaqinda Xabarovskda ikkita vatandoshimiz amonchilar tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklanib, biri komaga tushib, ikkinchisi vafot etganligi aytiladi. Bu birinchisi emas, oldin ham bo'lgan bo'lishi kerak. Tashqi ishlar vazirligimiz nota jo'natgan. Yaqinda shunaqa voqea bo'lgan edi. Tojikiston vatandoshi, ya'ni 4 yoshlar bolachani 9-sinf bir fuqaro o'ldirib qo'ygan edi. Bizning vatandoshimizni fuqaro emas, ayni hukumat a'zosi, hukumatga xizmat qiladigan amonchilar o'ldirdi. Parallel tortib ko'radigan bo'lsa edi, Tojikiston rahbaridan Rossiya prezidenti Vladimir Putin kechirim so'rab, albatta jazolanadi bu qilganlar degandi. Xo'p, bizning fuqaroni o'ldirgan amonchilar ham jazolanadimi? Bizga ham aytishadimi? Uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Nimaga bizning vatandoshlar odam emasmi? Qo'pol aytganda. Nimaga bizdan kechirim so'rashmaydi? Bu men shaxsiy subyektiv fikrlarim. Savol o'rnida qo'yibman. So'rasin ham demayapman. Savol o'rnida. Nima deb o'ylaysizlar?